emas. Yangi O'zbekiston ma'muriyati O'zbekistonning yoshlariga juda katta imtiyozli ko'p qavatli uylar kreditlari va boshqa yo'nalishlarda ko'p imtiyozlar bo'lyapti. Biz muqimiy shaharchasini yoshlarini nomli butun dunyoga ketgan desa bo'laveradi. Juda ham faol yoshlar, tadbirkor yoshlar, ishbilarmon yoshlar, hunarmand yoshlar, vatanimizni fidoyi yigit-qizlari shu yerda yashashadi. Kelinglar, muqimiy shaharchasini mard yigitlarini bitta olqishlab qo'yaylik. Muqimiy shaharchasini go'zal, iffatli, betakror qizlarini olqishlayman. Ana endi O'zbekistonning baxtli va baxtiyor yoshlarini, yigit-qizlarimizni, aziz otaxon va onaxonlarimiz, farzandlarimiz, muqimiy shaharchasi mana chiroyli qurilishlar boshlandi. Muqimiy shaharchasi obod bo'lsin deganlar, O'zbekistonda, dunyoda eng zo'r shahar bo'lsin deganlar bormi? Qo'qon tajribasi, Farg'ona namunasi, shukronalik tadbirlari davom etadi. Sahnaga xushrovoz xonanda, Shohona estrada ansambli solisti Ilhomjon do'stimizni taklif etamiz. Go'zal qo'shiqlar bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Birga aytamiz. Mashair do nahi, mashair do nahi, magar ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं